Yaxshi borib keling. Bo'pti, o'g'lim. O'qishing qalay bo'pti? Bo'ladi. Imtihon qachon? Erta indin. Ha, bu imtihondan o'ta olasanmi bu o'ynab o'tirishingda? O'taman dada, o'taman. Xalaqit bermay turing. Oyi, O'chir ovozingni. oyi yutqizib qo'y. O'chir ovozingni. Sen hozir nima qilding? Ha? Sen hozir otangga qanday muomala qilding? Ha? Men senga shuni tarbiya berganmanmi? Men senga necha marta aytganman, otang kelganlarda joyingdan turgin deb. Ha? Aytganmanmi? Aytganmanmi? Aytgansiz. Sen nima qilding? Ha? Uyalmadingmi? Otangning yonida uzala tushib yotishga uyalmadingmi? Sen qanaqa bola bo'lyapsan, ha? Hey bola. Hey, u odam otang bo'ladi-ya, otang. Ha? Hey, otang sen uchun qancha azob chekmadi? Ha? Seni shu yoshga kirguningcha qancha mehnat qildi. Shu bolam och qolmasin. Kiyimi bo'lsin, ustida kiyadigan kiyimi bo'lsin, o'qisin, yaxshi hayot ko'rsin deb ozmuncha qiynaldimi? Sendan oladigan muomalasi shu bo'ldimi? Ha? Hey bola. Ota rozi, Xudo rozi degan gap bor. Sendan xafa bo'ldim bolam. Sen hozirgi muomalangni ko'rmading-da. Sen shunday muomala qilding otangga. Sen, voy bola, sen otangga qanday muomala qilsang, ertaga bolalaringdan qaytadi. Sen shuni bilasanmi? Ha? Bilasanmi shuni? Ikkinchi bu ishni qilmagin. Hey, biz dadamiz kelganda joyimizda sakrab turardik. Otamiz u, dadamiz. Hurmatini joyiga qo'yardik. Sendan kutmagandim bola. Shu darajada qilasan deb o'ylamagandim. Agar meni xafa bo'lmasin shu onam desang, ikkinchi bu qilig'ingni qilma. Xo'p. Hozir men seni deb uyalib ketdim. Qilmaysan-a? Xo'p, oyi, boshqa qilmayman. Endi mana bu telefonni olginda o'yiningni o'chir. O'chir tez. O'chirdim. Endi borginda imtihoningga tayyorgarlik ko'r. Otang bundan keyin nima desa aytmasidan oldin bajarishga harakat qilgin. Xo'p. O'zim aybdorman, hammasiga o'zim aybdorman. Tarbiya bera olmadim shekilli.